Bir savol bering o'zingizga. Uyda hech kim yo'q paytda siz nima qilasiz? Televizor tomoshabinmi? Uxlaysizmi? Ovqat yeysizmi? Yoki telefon ochib, birov bilan yozishasizmi? Lekin u birov sizning yaqiningiz emas. Bugun men sizga bir ayolning hikoyasini aytaman. Uning ismi Malika. Oddiy ayol. 2 farzand onasi. Mehribon turmush o'rtog'i bor deb o'ylagan ayol. Lekin uyda hech kim yo'q payt. Uning hayoti butunlay boshqacha edi. Bu hikoya sizni oxirigacha o'ylatib qo'yadi. Chunki bu faqat Malikaning hikoyasi emas. Biz hammamiz 2 hayot yashaymiz. Biri odamlar ko'rib turadigan hayot. Ish, oila, vazifalar, tabassum. Ikkinchisi hech kim ko'rmaydigan hayot. O'zimiz bilan yolg'iz qolganda nima qilishimiz, nima o'ylashimiz, kimga murojaat qilishimiz. Psixologlar bu 2 hayot o'rtasidagi farqni ichki dunyo va tashqi maska deb atashadi. Va aynan mana shu 2 dunyo o'rtasidagi bo'shliq ko'p oilalarda eng katta muammo bo'lib qolmoqda. Statistikaga ko'ra, O'zbekistonda har yili minglab oila ajrashmoqda. Ularning katta qismi bir sabab aytadi: tushunishmovchilik. Lekin haqiqat boshqa. Haqiqat shundaki, ko'p juftliklar bir-biriga yaqin o'tirib, aslida juda uzoqda yashamoqda. Va bu uzoqlik ko'pincha uyda hech kim yo'q paytdan boshlanadi. Malika ham xuddi shunday boshlanganini keyinroq tushundi. Malika 34 yoshli ayol. Toshkentda yashaydi. 2 farzandi bor, Sherzod 8 yoshda, Nilufar 5 yoshda. Eri Jasur, yaxshi odam. Kam gapiradi, lekin oilani boqadi. Charchoq bo'lib uyga keladi. Kechqurun ovqat yeydi, telefon qaraydi, uxlaydi. Tong otadi, Malika bolalarni maktabga tayyorlaydi, tushlikni pishiradi, uyni tozalaydi. Hayot davom etadi. Hammasi o'z joyida. Lekin bir kuni Jasur ishga ketdi. Bolalar bog'chada. Uy jim. Va Malika birinchi marta o'sha jimlikda o'tirib, ko'ziga yosh oldi. Nima uchun yig'layotganini o'zi ham bilmasdi. Shunchaki charchagan edi. Eshitilmasdan, ko'rilmasdan, tushunilmasdan. O'sha kuni u telefonini oldi va eski bir do'stiga Samandar xabar yozdi. Maktabdosh. Ko'pdan beri gaplashmagan. Qandaysan? deb yozdi. Javob keldi. Yaxshi. Senchi? Ko'pdan beri yo'qsan. Va shu oddiy savol, senchi? Malikani yig'latdi. Chunki Jasur uni so'nggi payt hech qachon senchi demagan edi. Ular yoza boshlashdi. Har kuni. Faqat uyda hech kim yo'q paytlarda. Malika buni o'ziga zararsiz deb tushuntirdi. Shunchaki do'stona suhbat dedi. Lekin 1 oy o'tdi. 2 oy o'tdi. Va Malika tushundi. U Samandar bilan gaplashganda jonlanib ketayotganini. Jasur bilan esa bo'shashib qolayotganini. Bu nima edi? Bu sevgi emas edi. Lekin bu xavfli edi. Bu hissiy aldanish edi. Psixologiya fanida bunga emotional infidelity, hissiy xiyonat deyiladi. Bu jismoniy xiyonat emas. Lekin ba'zan undan ham og'irroq. Chunki jismoniy xiyonatni ko'rish mumkin. Hissiy xiyonatni esa his qilish mumkin, lekin isbotlash qiyin. Mashhur oila psixologi Shirley Glass o'zining Not Just Friends kitobida yozadi. Ko'pchilik hissiy xiyonat bilan shug'ullanayotganini tan olmaydi. Ular buni do'stlik deb ataydi. Lekin sir saqlanayotgan bir do'stlik allaqachon chegaradan o'tgan. Malikaning holatida ham xuddi shunday edi. U Samandar bilan gaplashayotganini eridan yashirardi. Telefonni stolga qo'yib ketmas edi. Va bu yashirishning o'zi chegaraning buzilganligidan dalolat berar edi. Hissiy xiyonatning belgilari qanday? Birinchi belgi, siz birovga yoki xotiningizga ayta olmaydigan narsalarni aytasiz. Ikkinchi belgi, o'sha odamni ko'rganda yoki u bilan yozishganda energiyangiz ko'tariladi. Uchinchi belgi, uning fikri sizga yana bir fikridan muhimroq bo'lib qoladi. To'rtinchi belgi, siz bu muloqotni yashirasiz. Agar bu 4ta belgi mavjud bo'lsa, bu shunchaki do'stlik emas. Endi men sizdan bir narsa so'rayman. Uyda hech kim yo'q paytda siz kimlarga yozasiz? Kimlar bilan gaplashasiz? Va o'sha suhbatlarni uy yashirasizmi? Javob berishga shoshilmang. Faqat o'ylab ko'ring. Chunki Malikaning hikoyasi hali tugamagan. Bir kecha Jasur uyga odatdan erta keldi. Malika Samandar bilan yozishayotgan edi. Kulgayotgan edi. Jonli edi. Jasur kirib kelganda, Malika tez telefonni qo'ydi. Jasur sezdi. Hech narsa demadi. Lekin sezdi. O'sha kecha ular o'rtasida qandaydir sovuqlik paydo bo'ldi. Jasur indamadi. Malika ham.
Lekin ertasi kuni ertalab Jasur choy icha turib ohista dedi: "Malika, sen o'zgardingmi?" Malika to'xtadi. "Nima demoqchisan?" "Bilmadim. Lekin sen avval boshqacha eding." Endi u gapini tugatmadi. Choy ichib ishga ketdi va Malika o'sha kreslo uzoq o'tirdi. U o'yladi, u hech narsa bilmaydi. Lekin aslida Jasur hammasini his qilgan edi. 3 hafta o'tdi. Malika va Samandar endi faqat yozishib qolmay, qo'ng'iroq qila boshlashdi. Faqat uyda hech kim yo'q paytlarda. Bir kuni Malika qo'ng'iroq qilayotgan paytda eshik ochildi. Nilufar, 5 yoshli qizi, bog'chadan erta qaytib kelgan edi. Opasi olib kelgan edi. Nilufar onasini ko'rib kuldi. "Oyi, kimlar bilan gaplashyapsiz?" Malika telefonni yopdi. Yuzi qizardi. "Hech kim, bolam. Ish masalasi." O'sha kecha Malika uxlay olmadi. Qiziga yolg'on gapirgan edi va o'sha yolg'on uning ichida biror narsa sindirdi. Malika o'sha kecha o'ziga savol berdi: "Men kimman? Nima qilyapman?" U Jasurga xiyonat qilmagan edi, jismoniy ma'noda. Lekin u o'z oilasiga, o'z bolalariga, o'z qalbiga xiyonat qilgan edi. Va eng og'ir xiyonat o'z-o'ziga qilingan xiyonat ekanligini u shu kecha tushundi. Malika ertalab turib Jasurni uyg'otdi. Bu odatiy narsa emasdi. Jasur hayron bo'lib qaradi. Malika dedi: "Gaplashaylik." Ular 2 soat gaplashdi. Birinchi marta yillar ichida haqiqatan gaplashdi. Malika hammini yetmadi. Lekin eng muhimini aytdi: "Jasur, men yolg'izman. Siz bilan birga bo'lsam ham yolg'izman. Va bu mening aybim emas, sizning aybingiz ham emas. Lekin biz biror narsa qilishimiz kerak." Jasur uzoq jim o'tirdi. Keyin dedi: "Men ham charchab qolganman. Lekin bu charchiqni sizga ayta olmadim. Chunki erkak kishi kuchli bo'lishi kerak deb o'yladim." Va o'sha ertalab 2 kishi, 2 charchagan inson birinchi marta bir-birini haqiqatan eshitdi. Bu yerda men sizga juda muhim bir psixologik haqiqatni aytmoqchiman. Ko'pchilik oiladagi muammoni tashqaridan qidiradi. Boshqa odam, boshqa muloqot, boshqa diqqat. Lekin aslida bu muammoning ildizi oilaning ichida va uning yechimi ham ichida. Amerikalik oila terapevti Johan Gottman 40 yillik tadqiqotlardan so'ng shuni aniqladi. Baxtli juftliklarning siri bir-birini to'liq tushunish emas, bir-birini to'liq eshitishga harakat qilish. Harakat, natija emas. Harakat. Malika va Jasur ham natijaga erishmadi o'sha kuni. Lekin ular harakat boshladi. Keling, biroz kengroq qaraylik. Tadqiqotlarga ko'ra, zamonaviy oilalarda asosiy muammo nima? Birinchisi, aloqa tanqisligi. Ko'pchilik juftliklar kuniga o'rtacha atigi 20 daqiqa mazmunli suhbat qiladi. Qolgan vaqt telefon, televizor, ish. Ikkinchisi, hissiy yolg'izlik. Bir xonadonda yashab, lekin ichki dunyosini baham ko'rmaslik. Bu ko'pchilik ayollarda kuchli his qiladi, chunki ayollar hissiy aloqaga erkakdan ko'ra ko'proq muhtoj bo'ladi. Uchinchisi, raqamli aldanish. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar orqali noto'g'ri munosabatlar. Bu ko'pincha zararsiz boshlanadi, lekin chegarani bilmasdan o'tib ketiladi. To'rtinchisi, yashirin hayot. Uy ichida sir saqlanadigan har qanday narsa oila ichida devor quradi. Endi ikkinchi misolni aytaman. Fotima, 41 yoshli ayol, Samarqanddan. Uning eri Bahodir savdo bilan shug'ullanadi. Ko'p vaqti yo'q. Fotima bir kuni Instagramda maktabdosh yigitning profiliga kirdi. Eski foto ko'rdi. Like bosdi. U yozdi. U ham javob yozdi. 2 soat gaplashishdi. Fotima kechqurun eridan yashirinib o'sha sahifaga kirdi. Bir hafta o'tdi. Fotima o'zida bir narsa sezdi. U Bahodirga muomala qilayotganda sovuqlashib qolgan. Chunki boshqa birovdan iliqlik olayotgan edi. Fotima bu suhbatni to'xtatdi. O'zi to'xtatdi. Nima uchun? Chunki u bir savol berdi o'ziga. Agar Bahodir bu suhbatni ko'rsa, u nima his qiladi? O'sha savol uni to'xtatdi. Bu savol eng kuchli axloqiy mezon. Agar mening yaqinim buni ko'rsa, nima his qiladi? Agar javob og'riq bo'lsa, demak, siz noto'g'ri yo'ldasiz. Malika va Jasur psixologga borishdi. Bu ularning qarorlari ichida eng qiyin va eng to'g'ri qarori edi. Psixolog ular aytdi: "Siz bir-biringizni yo'qotmadingiz. Siz shunchaki bir-bir topishni unutib qo'ydingiz." Va ular topishdi. Asta-sekin, qiyin, lekin topishdi. Malika Samandar bilan suhbatni to'xtatdi. Hech qanday drama yo'q. Shunchaki oxirgi xabarda yozdi:
salom beraver. Lekin men endi bu yerda bo'lolmayman. Samandar tushundi. Yoki tushun, farqi yo'q. Chunki Malika Oz uyini tanlagan edi. Oz erini, Oz bolalarini, Ozozini. Va bilasizmi, Malika menga nima dedi? Bu hikoyani yozishdan oldin. U dedi, uyda hech kim yo'q paytlar. Men eng kuchsiz edim. Lekin o'sha kuchsizlikda Ozimni topdim. Bu gap mening yuragini lars soldi. Chunki bu faqat Malikaning gapi emas. Bu Ozini yo'qotib qo'ygan har bir insonning qalbidagi gap. Keling, bugun aytilganlarni birga xulosalab chiqaylik. Birinchidan, uyda hech kim yo'q payt, bu sinovdir. Bu paytda siz o'zingizning haqiqiy holatingizni ko'rasiz. Yolg'izlikmi? Tashnalikmi? Tushunilmaslikmi? Bu his kuchli signal. E'tibor bering. Ikkinchidan, hissiy xiyonat, jismoniy xiyonat kabi real. Siz jismoniy chegaradan o'tmasangiz ham, hissiy chegaradan o'tishingiz mumkin. Va bu oilaga zarar beradi. Uchinchidan, yashirin suhbat, devor quradi. Agar siz Berov bilan gaplashayotganingizni uy xilist yashirsangiz, bu allaqachon muammo belgisi. To'rtinchidan, yolg'izlikni tashqarida emas, ichkari qidiring. Agar siz oilangizda o'zingizni eshitilmayotgan his qilsangiz, bu muammoni boshqa odam hal qilmaydi. Bu muammoni faqat ochiq muloqot hal qiladi. Beshinchidan, harakat qilish, kuchlilik belgisi. Malika va Jasur kabi yordam so'rash, gaplashish, psixologga borish, bu zaiflik emas. Bu oilani sevishning eng kuchli ifodasi. Men bilaman, bu mavzu og'ir. Ba'zilar bu videoni ko'rib o'zlarini tanidi. Ba'zilar esa yaqinlarini. Agar siz og'ir his qilayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Chunki og'riq tirik ekanligingizning belgisi. Va tirik inson o'zgara oladi. Uyingiz sizning orol. Uni asrang. Sevib asrang. Agar bu hikoya sizga ta'sir qilgan bo'lsa, like bosing. Bu men uchun juda katta quvvat. Agar siz ham bunday his, yolg'izlik, tushunilmaslikni boshdan kechirgan bo'lsangiz, kommentariyada faqat bitta so'z yozing, tushundim. Ko'rasiz, siz yolg'iz emassiz. Va agar bu videoni kimdir ko'rishi kerak deb o'ylasangiz, do'stingizga yuboring. Ba'zan bir video ko'p gapdan ko'ra ko'proq narsa aytadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi video ham xuddi shunday chuqur va hayotiy bo'ladi. Salomat bo'ling.